Allo. Dara, o'zing yaxshimi? Tinchmisiz? Bor ishlar. Shukur bo'lib turibdi. Tamom. Sumsa, charchadim. Problemada. Ay, bom bitta nimadir bo'layotgan ekan. Bilibsiz xabaringiz yo'qmi? Bilmadim. Ukasiga qilib ko'rish kerak. Telefon qilib ko'ramiz, masalan. Ishqilib tinch bo'lsin, jigarim. Ukasidan Oldin bittasan aka. Alloh assalom. Mana shu yaqinidamisan? Aziz nimaga? So'z charchaganmagan. Salom qalaysan, yaxshimisan? Tuzukmisan? Uydagilar xonadonlar tinchmi? Charchamsan? Ketadi. Akam vallahi keyingi anchadan beri ko'rinmayapti. Tinchlikmi ish qilib? Anaqa ko'chadan qatl bo'lib qoldi. Uyga ikkita odam kelib, Hop, kimdan ekan? O'sha kim ekan bolalar nomeri bormi? Qatli bolalar o'zi nima bo'lgan o'zi ukam? Nomerni ber, gaplashamiz. Nech pul qarzi bor o'zi? Nech pul so'mmi? 95lik, Hop, 056, 24. ismi nima bu bolani? Ibrohim aka. Bo'ldi, gaplashamiz ukam. Shuning uchun 2-3 kundan beri ko'rinmayotgan ekan-da. Telefon qilsa ko'tarmayapti. Uyam kelyapti. Hech pul qarzi bor o'zi. 5 ming. Alaykum assalom. Ukam qayerdasan? Ha, pastroqga tushib keyin sal omonat bor edi, bera olish keraksan. Bo'ldi. Xo'p, ukam. Mayli. Ukam qalaysan, yaxshimisan? Shusan, ishlaring bormi? Bolani xudo uchun. Oldingi so'ragan ekingni berib qo'ysan, ukam. 5 ming. Problemasini hal qilsan. Salom aytib qo'ydinglar. Gaplashamiz Aziz. Rahmat. Allo. Shu tog' tepada o'tiribman. Bo'ldi, shu yerdaman. O'tir. Kecha jo'xinaga Ismoil akam kiribdi. Senga ma'lum berdim. Nima bu? 5 ming qarz berib. Ana bo'lan qarziganmi? Hech kim shu. Rahmat Salay Fotogon. Ukam qalaysan? Ismoil, rahmat. Rahmat Fotogon sizlarga. Yarim Problema hal bo'ldimi? Hal bo'ldi. Rahmat sizlarga. Joninglar sog' bo'lsin. Do'stim yo'q deb kuyunma, izlama hech urinma. Xudo bersa dastingga, bosgan qadamingga do'st.